Eng yaxshi yo'nalish iqtisodiyot. Eng yaxshi yo'nalish bu filologiya. Eng yaxshi yo'nalish bu mexanika va matematik modellashtirish. Xo'p, bunga asosiy sabab Toshkent Irgatsa va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, ya'ni O'zbekistondagi birinchi raqamli universitetda bu yo'nalishning borligi. Hozirgi kunda universitetimiz Quest World University Rankings 2026 ga ko'ra 469-o'rinda. Hamda The World University Rankings 2026 ga ko'ra 501-o'rinda. Ushbu yo'nalish shu universitetdagi gidrotexnika qurilishlik, ya'ni Hydrotechnical Construction fakultetiga qarashli. Yo'nalishning bu universitetdagi yuragi mexanika va kompyuterli modellashtirish kafedrasidir. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Shu yo'nalish bo'yicha eng kerakli hozir o'qitilayotgan fanlarga qaysilarini misol qilib ayta olasiz? Mexanika va matematik modellashtirish yo'nalishi bo'yicha. Hozirgi kunda bizning kafedramizda mexanika va matematik modellashtirish ta'lim yo'nalishi eng asosiy fanlardan bittasi matematik modellashtirish. Elastik nazariyasi, tutash miqdor mexanikasi, mexanika masalalarini EXIM dasturi orqali yechish, ya'ni bu zamonaviy dasturlar yordamida yechish. Va boshqa demak fanlarimiz ham mavjud. Misol uchun inshootda sizlar bardoshlik degan fanlarimiz bor. Ular hammasi demak mana shu ta'lim yo'nalishi uchun muhim fanlar hisoblanadi. Kelajakda qanday odamlarni shu yo'nalishga taklif qilgan bo'lardingiz? Kelajakda endi o'z xohishiga ko'ra ertaga shu yo'nalishni tugatgandan keyin demak ishlab chiqarish korxonalarida muhandis dasturchi bo'lib ishlayman degan, loyihachi bo'lib ishlayman degan, injener bo'laman degan demak talabalarni, abituriyentlarni taklif qilgan bo'lardi. Sizga katta rahmat. Ishlaringizga rivoj. Rahmat, salomat bo'ling. Ustozlar eng tajribali va yaxshi ustozlar hisoblanadi. Ular bizga eng yaxshi bilimlarni o'rgatishadi. Men masalan bu yerga kelgandan keyin bu ustozlardan ancha ko'p narsalarni o'rgandim. Rahmat hammasiga. Men Uzoqboyeva o'g'li Yurak, shu universitetning mexanika va matematik modellashtirish yo'nalishining birinchi kurs talabasi. 2025 va 2026-yilning o'quv yilida shu Toshkent shahriga imенно shu universitetga o'qishga kirdim. Menga Toshkent shahri juda ham yoqdi va men bu yo'nalishda o'qiyotganimdan faxrlanaman.